Bir haftaning ichida BYD so'ng plyusimiz tayyor bo'ldi. Polirovka keramika, gidrofobini tekshiramiz. Ketdi mana shlankada. Mana qaranglar. Shunnoq tushib ketyapti. Mana ekan. Ketdi. Mehr ko'zda. Ko'rasizlar? Nomiga qoldi, lekin effekti gidrofobka juda ham kuchli. Mana. Mashina o'zgargan. Qaranglar. Polni night paketda qilib berganmiz. Hamma yog'i qop-qora bo'lgan. Pastki detallarigacha, tepadagi shoxlarigacha polni night paketda bo'lgan. Bilakida ishim bo'lgan, yo'llarigacha qop-qora qilib berganmiz. Ma'mudlari ham nikkel bo'ladi. Hammasi qora bo'lgan. Endi orqalarini qaranglar. Mashina juda ham o'zgacha chiqdi. И polirovka keramikaga ham alohida e'tibor berib qo'yasiz. Juda ham sochniy chiqqan mashinamiz. Bu Gion keramikasi bo'ladi, 3 ta etapli bo'ladi. BYD haydaydigan akalarimiz